شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان رمضان يا حبيب رمضان Ramazan'ınki gayesi bo'lgan taqvolikdan iborat mushu xislatni hammalarni yerlashtirib, onunki ro'zadan chiqib nasib bo'lsin. Nima maqsad bilan ro'za tutgan bo'lsang, ashuni yetkizsin. Muhammad Emin Mahsum hojim nayt bak yaxshi gap qildi. Qilitgan muhim asosli gapini qildi. Ammo ijtimoiy taratqu masalasi to'g'risida bir gap qilib bersinlar. Men shu to'g'risida gap qilay. Uningdan burun mushu bolalarni mushu bizga Qur'on o'qib bergan qarindoshlarni men qayta tabriklayman. Ular haqiqatan mushu ziminniki gullari, Sharqiy Turkiston xalqininki faxrlari, bizning dinimizni, Allohning kalomini saqlab, ko'tarib yurayotgan, ya'ni jonliq farishtalar desak o'rta bundan shundoq hamda haqiqatan ulug' ish hamda katta ish hamda Alloh taolo mushu qarindoshlarimizni Qur'onni o'rganib, o'qib, amal qilib, shuningki Qur'onning kuchi bilan dünyada kuchli bo'lib yashaydigan, xalqi sharoitni yaratib beradigan yaxshi bir ummat qilishini Allohdan tilaymiz. Amin. Endi ijtimoiy taratqu desak, bilisizlar sosyal medya. Hozir u narsa kirmagan uy qolmadi. Hammamiz shu narsaning qul asiriga aylandik. Endi uningsiz hayotimizni tasavvur qilmaydigan bir holatga kelib qoldik. Bu bir tarafdan bizga mushlar bir baloyi ofatda ko'rinadi, ammo Alloh taolaning ajoyib cho'ng ne'mati bu. Ma tarafdan qarasak, har qanday narsaning biz kichikgina yurib ijobiy tarafiga qarasak, ashuni foydalanamiz. Salbiy tarafiga qaramay. Ijobiy tarafi qanday desa, mushu YouTube orqali, mushu ijtimoiy taratqu orqali necha qorilarning qiroatini shundoq taqlid qilib o'rgangan bolalarimiz bor. Ashuni takrar. U qorinning qishqi berib o'qishga kimniki sharoitli bo'ldi hozircha, biz dunyoning birida biz bir yerda u bor. Uningda boqsak kishilar dinini yaxshi o'rganadi. Yaxshi narsalarni o'rganadi. Intayin jiq foydasi bor edi. Endi bu pichoqqa o'xshash narsa. Yo buningda pichoqda adam o'ldirib qotil o'g'il bo'ldi. Bu pichoqda qurbonlik qilib savob topib bo'ldi. Shunga o'xshash narsa, ikki bislik narsa. Bu ikki bislik narsaga to'g'ri muomala qilish kerak. Biz musulmonning prinsipi Alloh taolo bizga nima dedi? Va ta'awunu 'alal birri vat taqvo va la ta'awunu 'alal ismi val 'udwan deydi. Ya'ni yaxshi ishqa, taqvolikqa siz yordam qilinglar. Qanday ish olsa shu hamkorlashinglar. Zulmga, haqsizlikka sizlar yordamlashmanglar. Bu bizning oltin prinsipimiz Qur'on Karimning. Ajoyib, mukammal bir prinsip. Mushuni hamma hayotimizda, hamma sohalarga buni biz tushiralaymiz shuni. Mushuni biz tushirib ashula yashay olamiz. Endi bu ijtimoiy tarafda ashula bir tarafdan falokati bor, bir tarafdan shunday savobli ish qilgan narsa. Lekin buni behojat bo'lolmaymiz. Anda olgandan keyin biz musulmonlar buni insonlarni buzish uchun o'tirib chiqqan bo'lsa ular biz foydalanayotgan foydasi bor tarafga cho'rib biz foydalansak bo'ladi. Xuddi demokratiyaning kishilik ba'zi nimalar qanday foydalanadi? Demokratiyaning musulmonlar ba'zi Yevropa davlat demokratiyaning soyasida bizning islomni yashitadigan anda davlat islom davlat qurilmaganligi hamda av bo'lsa-macha shuning o'xshash mana ikki bislik narsaning foydali tarafini biz olamiz hamda. Endi buningda mushu so'zningki mas'uliyati nayt ig'ir islomda. Buningki prinsiplari bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan "Men kan yu'minu billahi vel yawmil oxir falyaqul khayran aw liyasmut" deydi. Kimki Allohga oxirat kuniga ishonsa, ya'ni Allohning barligiga ishonib, oxiratda men hisob berman, har bir so'zimdan deganga ishonsa bu odam yaxshi gap qilsin. Agar yaxshi gap topolmasa, jin to'sin gap qilmasin deydi. Onunki ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. Sura Qafda. Her qanday bir adamning qilayotgan gapini, qanday bir gap qilsin, bir farishta hemen yozib turgan farishta bor deydi. Kiraman kadibin ya'lamuna ma taf'alun. Sizlarning qilayotgan ishlaringizni yozib turgan farishtalar bor. Wa la taqum alaysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laka anhu mas'ula deydi. Sen bilmegen narsangni dema, bilmegen narsangga bunda yurak bermegen. Bilib savob bulamdı, günah bulamdı, şunu qarab nima qilgan, bilmegen narsangni dema.
Chunki ko'z, maqaning qargan ko'z, anglagan qulog'ing va qalbing buning mas'uliyati eg'ir deydi. Mushunchalik oyatlar bor, mushunchalik hadislar bor. Biz bunda o'qib ketamiz, jang o'qib ketamiz, ma'nosini bunga yuzaki o'qib ketamiz, tafakkur qilmaymiz-da. Endi bu sosyal medyani qo'llanishda biz har qanday bir ishni men ma'ni qilsam Alloh taolo rozi bo'lamdi ekan. İşte Allah razı olgan ishmikan, bu xalqimga manfaatmikan. Ikki prinsipni ching tutsak, shuni qo'llansak bo'ldi ekan. Allah Taala razı olgan ishning hammasi ibodat qatori. O'chaq bizni ash qilgan qulimiz bilan boshqamiz ibodat qatori bo'ladi hamda. Alloh ibn Taymiya degan ibodatni tunishtirib, ibodat degan Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh razı olgan her qanday ish dedi. Uni da Alloh taolo qil deb buyurgan ish bo'lmasmish qilib uning ichida qanday bir ishni Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh razı olgan ish bo'lsa ibodat bo'ldi. Anda bo'lgan musulmonninki bir musulmon haqiqiy iymon etgandan tortib, uning butun hayoti, harakatlari, gap so'zlari, turmushi ibodat qatori bu umumiy ibodat. Mushu umumiy cho'ng ibodat ma'nosida shuni tushuntirib Alloh taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deganda men insonni jinni bilan ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Mufassirlar ibodat qilish uchun deganda mening ko'rsatganim bo'yicha yashab, mening menga itoat qilib, men ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirsin deb yaratdim deydi. Bo'lmasa kecha-kunduz namoz o'qisin, kecha-kunduz ro'za tutsin, bunda ibodat uchun yaratdim deganlik emas u. Umumiy ibodat. Ibodat ikki turli-ku, endi bu umumiy ibodat, bu ibodat ta'amuliya, ramziy ibodat, endi simvollik ibodat. Bu bo'lmasin bo'lmagan turli xarakterlik ibodat. Bular şairiya deydi, buni ramziy ibodatlar, masalan, namoz, ro'za, zakat degan. Buning hammasi umumiy ibodatga xizmat qildi. Xuddi namoz yomon ishdan to'sgandak, zakat bizni gunohlarimizni pokilgandak, axloq ro'za bizga axloqni o'rgatgandak, Ramazon taqvolikni o'rgatdi. Hammasi berib bizni durust inson qilmoqchi. Hammani qilib, oxirida durust inson bo'lamasang, doktorning bir kapam doğrusini yap har kuni, saqaymagan kasalga o'xshashlar gapadi. Alloh buni saqlasin endi. Endi mushu sosyal medya shunda bir erkin narsiki, bunda her kim nima divosa divolalaydi, nima desa deydi, agar bir vijdon bo'lmasa, qiyomat kunida hisob berman deyotgan narsa bilmasa, uni o'ylamasa, inson nima desa deydi. Masalan, hozirgacha biz ko'ryapmiz, qanday bir inson bir yaxshi ishni o'rtaga chiqsa, oqsin hemen tillaydi. O tillığanlar da özünün dadısı koygan isim bilen, azan çağırıp koygan ismi bilen oturgu çıksın, meyli koyam de oturgu çıksın, kilana bir nimi derdiniz var diye oldu. Onda kalmaz, bu namertler, bula tor kahramanları, çivinin korkudan tor kahramanları, özünün dadısı koygan isim bilen, uğal olarak oturgu çıkamaydı o. Bir kitaplarının ismi bilen, bilme kitabının ismi bilen, binası ismi bilen o telefon ya telefon tap bulamadı ya tap bulamaydı. O oylaydı ki, hiçbir kılamaysa, tapanmaysa, ben kılvağın. Ama Allah Teala'nın korkmamdı o. Allah Teala'nın ağam için kaç kıl bulamda? Bizden kaç kıl buldu mesela? Kaç kıl buldu? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste men kan yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran aw liyasmut deganni, yani yaxshi gap qilsin yoki jim tursin deganni qiyomatga ishonsa deb aniga bog'lag'ida qiyomatda hisob berishga ishonsa. Demak, aniga ashunda yomon gap qilgan odam, Allohdan qo'rqmagandan qiyomatga ishonmaydigan odam degan gap bu. Veylul lil mutaffifin dema, durust tortmagan odamni qiyomatga ishonmaydigan kofirga o'xshash tasvirlaydi. Niyadimi? Qiyomatga ishonmagan odamga o'xshash tasvirlaydi. Biz bunda tafakkur qilsak, bu so'zning mas'uliyati naqbek eg'ir. Bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Habeşistonliklarninki bir uyan tamaşalar varken, uyan tamaşa degan hemen millette var. Bizim sanatımızın sürdürüşümüz gerek. Durust şekilde ama, şeriatlı durust şekilde. Hemen milletin bir sanatı var. Aşı Arapların aşındaki bir yağaçını kütüğü taranlar bunda kıtkan bir sanatı varken, bir günü şununki künüken şunu köylü Resulullah kürep turup da cemaat haklılar. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah'ın müriske esirip durup, adam acaba pakaki adam kina degandikin, ya siz tövbe kılın, siz acaba bir gayret kıldınız. Tövbe kılmasan sizge bir gayretin günahı yazıldı dedi. Onun paka degenge bir onu yaptırılgan gap emas tehe. Ama gayret degen nima bilamsizlar? Gayret degen aldı diyenmeydigan gapni dese gayret şu.
Mava mundaq adamkan, andaq adamkan degan oldida deyalasan g'ayrat emas. Oldi deyalmasan odil gap bo'lsa-ma, g'ayrat u tilligan degan undan cho'ng texe, gap to'shigan degan cho'ng, tuhmat qilgan texe undan cho'ng. Endi mushundaq bir zamonda yashayapmiz hozircha hamda. İnsanlar mesela ko'rinishda hammadan musulmon. Biz ibodatni, halqi ibodatni islomni mechit bilan haramning ikkisiga mahbus qilib qo'ygandan keyin bizning nazar doiramizda boshqa hayotda xuddi ibodat yo'qdek, boshqa ibodatda hayotda islomning qonuni yo'qdek, bunda bilib bilmay shunday qilgandir. Bilib bilmay shunday qilganda, endi buni o'rganishimiz kerak. Bu nadonlikdan bo'ldi. Nadonlikning durisi ügünüş, nadallıqның durisi ügünüş. Ügənməsən Müslüman boğulun olmaydı, həqiqi Müslüman boğulmaydı. Çünki bizim Kur'an dəstəbdə iqra deyə yerdən başlığanda həm də aşındaq bir uluq kitab həm də. Yəni oquğun, oqub ügəngin də aşındaq başlığanda. Şuna sosyal medyaga muamele qilishda bir narsa yazadigan qarindoshlar, bir narsa qo'yadigan qarindoshlar masalan iqtidor qancha iqtidor bo'lsa shunchalik foydalanish kerak buni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ballighu anni walau oyat deganda mendan bir oyat olsun yetkazing degan. Yetkazishning qanday qurollar bo'lsa hammani qo'llanamiz. Mayli video olsun, mayli unalg'i olsun, mayli nim bo'lsa bo'lsin, yetkazgan Qur'onning hammani biz qo'llanishga majbur, qo'llanamiz uni. Aşınıdan faydalanışımız gerek. Ama mesela aşındalık ismi cismi layık emas. Tor kahramanları, dadis koygan isimde oturup meydana çıkamayacağın namert insanlar tenqitlese, binası yazsa, tillisa, hakaret kılsa onu katli perva kılmaz. Perva kılıp cevap kayıttırman, okulman diye adam çok ziyan tartışken. Bunun da bir kısmı var. Saudi Arabistan'daki Aizil Karani edip hazırki İslam mütefekkir var. Acayip katta adam var. Tefsirden tartıp fıkıhtan nurgun kitapları var, nurgun leksiyaları var adamdan. Bu adam kitabında şunday deb yazdı. 25 yıldan keyin aqlimni topdim degan bir kitap var adamning. Aç kitap shunday deb yazdı. Men o'sha o'qishni bitirib, doktorlab, Riyozga kelgan chog'imda bunda maqola yozishga boshlasam, mening eng yaqin odamlarim, saboqdoshlarim hatto, ulamolar, ziyolilar, hech cho'ng degan odamlar bu nimani bilibdi bu binasini yezyapti. Teqa Ihya Ulumuddin'de naql keltirib Ihya Ulumuddin'ni ko'rib boqqanmi bu dedi. Ammo Ihya Ulumuddin'ni biz bu o'tir maktabda bizning muallim 7 qismini boshdan oxir takror shuni o'rgatgan. Hammadan bak bilmayman Ihya Ulumuddin deydi. Men shunda tursam meni shunda deb yozib ketganligim nahaq chidamay. Men 2 soat maqol yozaman, ammo raddiya berishda 8 soat vaqtim ketdi deydi. Nastra yelqin nima moralimmi yo'q. Nimam joyidim emas, ayna o'ltirman deydi. Bu vaqtda dadam kelib deydi, "Nim bo'ldi?" deydi. Men bu shunday bino siyosam, ali bino siyosatga raddiya yozatman. "Hey balam, sen ahmoqmisan? Ahmoq, tashlab qilgandan narsani. Ikkinchi bino siyosatni sen yezivergin, uning bozori chiqmaganda yetib qoldi" deydi. Ameliyatda bir oy qolmay u hammasining bozori chiqib yetib qoldi. Chunki bizdan u tirildi, midrilishni xohlaydi, bizni midrillatmoqchi u. Biz shuningda agar raddiya berdimda buni buni qilsang, u bozor qizitmoqchi ayada. O'zining fasod bozorini, buzg'unchilik bozorini qizitmoqchi. Lekin biz unga fursat bermaslik kerak. Uningga raddiya bermaganlik ojizlik emas. Bizni menma hozirgacha masalan menga qayertilga yozilgan binasini rostini desam men o'qimayman. Chunki o'qib meni kallamni buzg'un qilguncha yangi ilmlarni o'rganib taraqqiy qilishim kerak. U insonlarning nima ishi? U insonlarning Rabbi bor, Rabbiga topshirman uni. Allohga topshirmay nima qilaman? Men Allohning soqchisi bo'lmasam undan hisob og'ili. Hisobni Alloh oladi. Qur'onni ko'rsatib qo'ydi. Men o'zimning yo'lga mengaverishim kerak. Shu qarindoshlar shuni tavsiya qilib yo'lga mengaveringlar. Masalan, mayli ma'arif jamiyati olsun, mayli mavi hilal olsun, mayli ulamolar birligi olsun, yaxshi ishlarni qilib o'tirg'i chiqsa, birlari chiqib qat haqoratlarni qilib, ayda haqorat qilib bakadim kada. Buni men bunda tahlil qilman. Birinchi, pulga ishlaydigan setilmalar. Bir qari qo'lninki nimisida xizmat qilgan. Ikkinchi nadonlik, insonning eng cho'ng dushmani nadonlik. Uchinchi hasad. Uningda boshqa narsa bo'lmaydi endi. Buningga bizning Uyg'urlarning masalan mushu beshit hozir bo'lmagan bo'lsa, mushu 60 ga yaqin mushu qarini mishaga kim akildi, qayaga akagan o'ldan buni. Uningdan keyin 60 ga yaqin ulamo menga o'xshab kelib so'zlaydi mishada. Bu ulamo o'zining ilmini yetkazdi, hech bo'lmasa menda gachilishib qolganlarga o'zini pishirdi, masalan foydasi bo'ldi buningga.
Demek her taraftan cemaate oturup külüşüp oturup imanlışlar, qarindoshlarimiz külüşler, her gün bir külüşler. Bir yılgacha yani şurada bir muhabbetimizni abdan kılan. Bunu da yaxshi fursat ama muşunu kılgan Maqsum hacimden ve muşunu yardım kılgan qarindoshlardan Allah razı olsun yani. Bunu elbette takdirlash kerak. Yani bunu meyl maddi, manevi jihatdan bütün kuchimiz bilan bizning işimiz bu. Bizning hammamizning bir Uyg'urning ishi. Uni takdirlash kerak. Ammo aqsdan gap tepib andarkan bundarkan deydi Allohdan qo'rqish kerak. Chunki mushu islomiy yaxshi ishning aqsdan gap topadiganlar, haqoratlaydiganlar, qamlashmagan obzor, qamlashmagan heliqi bir tuhmat, qamlashmagan tanqid deydigan narsani quyitganlar bor-ku, mufsidunlar deganga kirgandir. Innalloha la yuhibbul mufsidin deydi Alloh taolo. Alloh taolo buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor, qaranglar. Hammanglar yaxshi bilishinglar mumkin. Bir gün sahabalarga bunda deydi. Sizlarga qiyomat kuni kiritgan bir ummatni deb beraymi? Diyor, ya Rasulullah deb bersizlar deydi. O ummat namoz, ro'zasi bor, hamma narsa bor, xuddi Tihama tegiga o'xshash Saudiya Arabistonida bir tog' bor, Tihama tegida. Jibal Tihama deydi. Tihama tegiga o'xshash shunda jiq yaxshi amal bilan kirdi. Ajoyib jiq yaxshi amallari. Hammasi bor, 5 hammasi. 100 yoki. Namaz bor, ro'za bor, Qur'on bor, sadaqa bor, zakat bor, yaxshilik bor, hamma narsa bor. Shundan keladi, ammo Alloh taolo uni faqat tuzandek qurt hamma suryotida diyor. Ya Rasulullah qanday odamlar ashuni deb bersa, biz ashunda bulab qolmaylik yani desa, ya u sizning arangizda bor. Sizning o'zingizning qavmidan ular. Sizning arangizda bor. Sizlar bilan namoz o'qiydi. Sizlar bilan namoz o'qiydi. Namoz o'qib chiqib harom ish qildi deydi. Haram ish qildi desa bizning kallamizga keladi-ki, zina qildi, haraq ichdi, qimir o'ynaydi, yana nima qildi? Ashunda cho'ng gunoh, adam o'ltirdi. Men o'ltirgan jamoatning ichida zina qilgani yo'q deb bilaman. Haraq ichgani yo'q. Cho'ng gunoh qilgani yo'q deyman, shundaymi? Ammo birisining g'aybatni qilgan, gap to'shitgan, kishilarning orasida suxanchilik qildigan, insanların itibarını tushishga urinadigan, mushunda uni yo'q demayman, uni yo'q degil bo'lmaydi. Chunki biz uni nayt kichik deb o'ylaymiz. Rasulullohning qasd qilgan ishada haram deganga mushima haram. Qo'shningga aziyat bersangmi haram. Bir musulmonning ko'ngliga aziyat bersangmi haram, adam o'ltiratsangmi haram. Hammasi haramning ishi, ammo darajasi bor, endi uni yuqori to'van darajasi bor. Endi men aytdim, nayt muhim bir gap. Nimalar? Günah, ma'siyat ikki turli bo'ldi. Biri Alloh taolaning qilma degan amriga xilof qilgan günah. Buni Alloh taolo meni mush Ramazonda hammani kechiradi. Gap yo'qmish o'ltirgan jamoatlar hammani kechiradi, garanti qildi. Mishqa desa Rasulullohning 3 hadisi bormish to'g'risida. Man qama Ramazon imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi dedi. Kimki Ramazonda bunda tursa Ramazonga namoz o'qishlar, ro'za tutishlar, shu haqiqiy savobni umid qilib va Allohning va'dasiga ishongan holda tursa, butun gunohini mag'firat qildi. İkinci hadis, men sam deydi. Men sam Ramazan imanan ve ihtisaben gufir lahu ma taqaddama min zambi. Kimki Ramazan ro'zasini savab kutgan va shu Alloh taolaning mukofot birqa va'dasiga ishongan holda tutgan gunohlari mag'firat qilindi shunami? Üçüncüsü, men qama laylatul qadri gufir lahu ma taqaddama imanan ve ihtisaben gufir lahu ma qaddama va ta'akhir deydi. Demek Ramazan nima? Laylatul Qadr kechasini turg'izgan, shunga ulaşgan odamninki, ash iymoni bilan savobni kutib, ayda qilgan bo'lsa, gunohi mag'firat qiladi. Mushunda 3 tane kuchli sahih hadis kelgan ekan, biz ishimizga 30 kun Ramazonni saq tutib, bunda qilgan odamning Alloh taolo o'zining orasidagi ish hammasini hisob kitobi bulab qoldi. Kechiradi. Ammo Alloh kechirmayotgani qasi bilamsizlar, qasam deb birsizlar. Kechirmayotgani. Kishining haqqi, kishilarning haqqi. Men Allah'ın hakkını qo'yib ado qildim. Bir qarindishimning obro'yini to'kdim. Bir qarindishimning yuzini to'pdim. Masalan bir ilm o'qimak o'ng'ay emas. Masalan bir odam 7 yil o'qisa, 8 yil o'qisa doktorlab odam qo'siqni kesalaydi. Ammo bir mollam 40 yil, 30 yil ya 50 yil o'qimasa, ravurus mundaq gap qilmaydi. Nima qilmaydi? Kesamaydi. Avo qo'siqni kesib yurdi, nima shariatni kesamaydi avo. Mushuncha tasam. Mushunda tasbih ilm olgan odamlarga Facebookdan 2 dona hadisni o'qib, bir Qur'onni tarjima o'qib, chiqib bunda chandiga tutib qoldi. O'z vaqtida Imom Azamga chandiga tutganda, chandiga tutib qoldi. Allohdan qo'rqish kerak. Endi ulamo varasatul anbiya deydi. Payg'ambarlarning varisi deydi.
Endi ulamalarning hammasi %100 ulama Allah Rasulullahning varisi bo'lmasmi? Aşı Rasulullahning varisi bo'lgan sabta bu. Aşı sabta. Mushu sabtiki odamlarni qaralash degan Allohning dushmanligiga yordam qilib, Allohga dushmanlik qilganlik. Bir hadis var, hadis qudusiyda. Men ada li valiyan faqat adaytu deydi. Meniki do'stimni yani mening yaxshi ko'rgan bandarimga dushman bo'lgandan keyin men dushman bo'laman deydi. Endi ulamaning ichida men mesela ulamalar birga 100 ga yaqin ulamo bor deymiz. Ash ulamaning ichida Alloh taologa yiqib qolgan bir qancha ulamo bo'lishi mumkin. Hammasi buni bilmaymiz, baho bermaymiz. Bir qanchasi bo'lishi mumkin, faqat yo'q emas endi. Mushularning xotirasidan bo'lsa-mu, masalan, Alloh taolo ayda haqorat qilgan jazosini bu dunyoda berdi. Chunki zulm oxiratga qilib qolmaydi. Alloh taolo o'zining haqqini xolis bu dunyoda kechiradi, xolis do'zaxda oxiratda azoblaydi. Ammo bandining boshqasining haqqini bu dunyoda bunni yagi takkizib, ashularni ashu rahar qilib, ayda qilmaydi, jinni olmaydi bu. Bu tajribalar shuni isbotlaydi. Amaliyotda siz ko'rsangiz tajriba zulm oxiratga qolmaydi. Zulm bu dunyoda bitirib qilinadi. Shunga odatdagi bir odamga zulm qilish boshqa, ama milletning xizmati qilayotgan, mayli Mavi Hilal bo'lsin, mayli ma'arif bo'lsin, mayli ulamalar bo'lsin, mayli shaxsiy ulamalar bo'lsin, endi yani shunday ulamalarniki vatanga xizmat qilayotganlarning oxirida gap qilish, obro'ni tushishga urinish, dushman hisobda bo'lganlik, sepini belgilaganlik endi. Har qancha iymon aytib, masjidda namoz o'qib yurganda, qalbi dushman bilan bulab bulaqlagan bu odamcha. Shu Allohdan qo'rqishga, bak o'yinish kerak, so'zning mas'uliyatini bak o'yinish kerak. Buningda biz bu so'zning mas'uliyatini herga chiqib olamiz. Ya'ni bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inson bir so'zni bak dikkat qilmay aytadi deydi. Bir so'zni, bir og'iz so'zni. O'sha so'z bilan 70 yillik jahannamga tüvellaydi deydi. Ulamalar 70 yillik jahannamga tüvellaydi degani jahannamning aşı 70 yil eng astunga qatqichi 70 yil mana deydi. Aş eng chuqurining chuquriga tushib deydi odamni. Ashuna odamni. Aş 70 yil menga tushib bo'lmaydi deydi. Rasululloh sahih hadisinde bir kelime bilan, bir tane söz bilancha, bir söz bilan jannatga kirgil bo'ldi. La ilahe illalloh Rasulullohning için qalbingda desan jannatga kira olasan masalan. Bir söz şu la ilahe illalloh inkar qilsa kafir bo'ldi. Bir 100 yillik qilgan amalingni birdan yo'q qilib bo'ldi. Shu söz bak muhim. Shu o'lab qolgan vaqtda shahodatni talqin qilib demishqa bu odam oxirgi bir shahodatni iymon bilan ketsin deb. Oshada iymon bilan ketmay, boshqa narsalar bilan ketgan bo'lsa, masalan, shunday bir artisi bormi? Oxirida shahodatni talqin qilsa, Ummu Kulsumning naqshini aytgan odamlar bor. Chunki qanday yashagan bo'lsa, shunday ketadi inson normaldacha. Alloh taolo bizni islom bilan yashab, islom bilan ketgan nasib qilsin. İslam bilan yashab, islom bilan ketgan nasib qilsin va so'zimizga ega bo'ladigan Alloh taolaning oldida hisob berishdan qo'rqadigan mu'minlardan qilsin. Amin.